Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala birinchi variant 29-savol. 0,3 mol benzol gamologi kaliper manganatning sulfat kislotali eritmasiga qo'shilganda hosil bo'lgan gaz geliy gazi bilan aralashtirilganda 1 mol, demak vodorodga nisbatan zichligi 10 ga teng bo'lgan gazlar aralashmasi olingan. X radikalni, demak kislotali xossasini, ya'ni kislotali holatini, molyar massasini aniqlang deyilgan. Xo'p, demak bizda 0,3 mol benzol gamologi bo'lgan. Xo'p, endi H2 barobar 14. MX H topilishi kerak. Endi 0,3 mol benzol gamologi hosil bo'lgan bo'lsa, bundan kaliper manganatni demak sulfat kislotali eritmasi ta'sirlashtirilganda benzol gamologi R plus oksidlangan deb qabul qilib keta qolamiz, chunki bizdan reaksiyani tenglash so'ralmagan. Xo'p, benzol gamologidan benzoy kislota hosil bo'ladi. Plus karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Xo'p, mana bu qism karbonat angidridning miqdori orqali biz radikalni aniqlab olishimiz mumkin. Endi bitta uglerod aniq, demak benzoy kislota hosil qilishda qatnashgan. Karbonat angidridning miqdorini bilish orqali bitta radikalda nechta uglerod borligini aniqlab olamiz. Endi bu uchun bizga delta H, ya'ni vodorodga nisbatan zichligi kerak bo'ladi. Xo'p, bizda geliy bilan aralashtirilgan. Shunda karbonat angidridimiz X miqdor bo'ladigan bo'lsa, X mol karbonat angidrid va Y mol geliy bor deb tasavvur qilamiz va ular 1 mol umumiy aralashmasi. Karbonat angidrid miqdori 44 X bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz geliydagi 4 Y barobar, shunda delta H bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 28 ga teng. Xo'p, tenglamani ishlatganda biz endi ayirish yoki demak o'rniga qo'yishdan foydalansak bo'ladi. Demak hammasini 4 ga ko'paytirganimizda hop 4x plus 4y barobar 4 ga. Hop, endi ayirib tashlaganimizda 44x dan 4x tarsak 40x hop barobar 28 dan 4 tarsak 24 ga. X barobar 24 taqsim 40. X barobar 0,6. Y kerak bo'ladigan bo'lsa 0,4 ga teng. Demak, bizda karbonat angidrid 0,6 mol hosil bo'lgan. 0,6 ni bizda 0,6 ni bo'lamiz 0,3 ga. Ya'ni dastlabki miqdoriga bo'lganimizda necha mol karbonat angidrid hosil bo'lgan? 1 molidanligi kelib chiqadi. Demak, 2 ga teng. 1 molidan 2 mol karbonat angidrid chiqqan va 1 mol qolgan. Shunda radikal tarkibida 3 ta uglerod bor. 3 ta uglerodli, demak propil radikali. Propil radikalidan iborat C3H7COOH. Ya'ni bizda moy kislota bo'lishi mumkin yoki uni izomeri va mana shuni molekulyar massasini hisoblashimiz kerak. Bu esa 88 gram taqsim molga teng. Xo'p, javobimiz demak 88.